Assalomu alaykum, mani krasavitsalarım. Bugünkü obzorimiz gipermarketda bo'ladi. Deytski original, qimmat, arzon emas, lekin chistin original kiyimlarni sizlarga obzor etib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, sizlarga adresni to'liq aytib tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Kanalının abonechilari bizlere o'xshagan mazlı krizlarni dahshat kiyimlarni obzor etamiz. Bizlarni kanalimizdan uzaklaşmanglar. Like va podpiska yozlaringizdan chiqmasin. Assalomu alaykum aka. Bizlere bo'ladi mazlı kiyimlaringiz bormi? Hava zo'r kiyimlardan beramasizlar. Videomuzni qo'llab-quvvatlaysizlar deya umiddamiz. Bu dükanımızda qizlarning kiyimindən tashqari mujiklar uchun amina zakonniy, xo'sh, turetskiy, pekinni original kiyimlari bor. Dükanımıza kelsalar, qancha foiz skidka qo'yib berasiz? Beram 20%. 20% skidka aytib beradi. Qizlar bozordagi ya sifatsiz narsalardan emas, original narsalar. Bolalaringizga giysangizlar, shunday vajdan giyganlaringiz yaxshi. Görüp turganlaringizdan har xil assortiment kiyimlarimiz bor. Papachalarimiz uchun ham kiyimlar bor ekan. Hozir esa qizlarimizni hadovoy, arzon ketib turgan, sifatli, xush ko'ylaklarni obzor etib beraman. Ko'ylakimizni xo'shayligini qaranglar, ko'rjak deb o'tirdi. Sizlar ham qizlaringizga olib bersangizlar, ko'klar Barbie o'veradilar. Narxlarini bilish uchun обязательно dükanımıza kelinglar. 20% skidkadan foydalanib qoling. Bu yine kofta yubkalarimizni ikki xil seviyatidan bor. Pekinni tovari dim boshqacha bo'lib turadi ekan, tovari xibi. Yine yaqinroqda kelib ko'rsataman. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu rubashkalarimiz turetskiy rubashkalar. Qaranglar, yine bu 180 ming so'mdan 20% skidkada aytib beradi. Qani qizlarim bir aylantirib beringlar. Shortiklari ajini luk atib taxladik buni. Asiya sen ham yening ko'rsatib ber. Tovari shunday boshqana tovar ina ko'rishlaringiz mumkin. Bu tovar hammasi. Bu shortiklar ham shu zo'r shortiklar. Arraqa yuringlar, bir ko'rsatib beringlar go'zallikni. Ne? Shunday deb luk atib, dükanımızdan xo'shayatib, chiqarib, giyintirib ketaverasizlar qizlaringizni. Bir lukumuzni tayyorladik. Buni ko'ringlar, bu go'zallikka ne deysizlar? Vahşi zo'r ekan bu. Dükanımızda her bir narsani ko'rsatib beramiz desa, videomuz dum dolup ketadi. Shuning uchun sizlarga qisqacha eng zo'r sotilib turgan va arzon bahada sifatli narsalarni ko'rsatib berishga harakat etib turibmiz. Önümdeki navdat tuttu. Bana akitingla da tutku. Mini mazli giyimler fakat Gülşah'da yaptığını dükkanında başka hiç kimde yok. Kanalımızdagi ko'ylaklarni sizlarga qo'limdan kelincha sizlarga yaqindan usulda obzor etib berdik. Qizlarim sizlarga endi adresimizni to'liq tushuntirib beradi. Aytgancha, bu dükanımızda tug'ilgan boladan 16 yoshgacha kiyimlarni topsangizlar bo'ladi. Original kiyimlar, stilli kiyimlar, zamona mos kiyimlarimiz faqat shu Gülşah'da dükanında bor. Kime, niyere barıp, kasera barıp video alışımını xohlasangizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Zaraus kanalına abone olup, podpiska basıp, meni poddeşga tasla deya umiddaman.
Hipermarketdə, podvalında, birinci dükkanda sizləri kütüb alamız.